Assalomu alaykum, professor Abdumajid Madrahimov. YouTube kanalidagi yoki saytidagi muxlislari, sizlar bilan qayta ko'rishib turgandan juda xursandman. Ancha bo'ldi YouTube'da yangi ko'rsatuv yozishga turli sabablar bilan e'tibor bera olmadim. Bir tomondan sihat salomatchiligim, ikkinchi tomondan oilaviy sharoitim, 50 yildan ortiq birga turmush qurganim, birga yashaganim, turmush o'rtog'im Zebuxon Boqul aka qizi vafot etdi. Bu endi menga ancha og'ir bo'ldi. Va so'nggi paytlarda bir Hindistonga borib keldik. Zahir Muhammad Bobur ensiklopediyasi ijodiy guruhi, Bobur fondi jamoat fondi safari doirasida Hindistonda Dehli, Agra, Aligarh, Haydarobod, Patna shaharlarida bo'lindi. U joydagi muzey, ozoratika, obidalar bilan tanishildi. Boburiylarga oid anchagina material yig'ildi. Qirg'izistonga ham borib O'sh va O'zgantni eng muhim joylarini ko'rdik. O'zi Qirg'iziston hududi kichkina bo'lsa ham Turkiy va islom olamida juda katta nufuzga ega shahar. O'sh bilan O'zgant shahri, ayniqsa O'zgantda Qoraxoniylar davridan qolgan osori atiqalar. Endi u yerda yashab o'tgan aziz avliyolar anchagina, ularni ba'zilar to'g'risida Boburnomada bor. Shularni ko'rishga harakat qildik va bugungi ko'rsatuv ilovasi sifatida Hindistonga borgan safar hisobotini ilova qilmoqchiman. Keyin Qirg'iziston safarida ba'zi fotolar oldim, shularni ko'rsatishga harakat qilaman. Umuman aytish mumkin, endi menga hayotdan Xudoga shukr yaxshi narsalarni ko'rdim. Endi qo'l yuvishga tayyorgarlik ko'rsam, qadimgi Xitoy mutafakkiri Konfutsiy hayotni yangidan boshlashga hech qachon kechmas degan ekan. Ana o'sha aqidasi meni hayotga qaytardi va men mo'ljallagan ijodiy ishlarni davom ettirishga kirishdim. Mana shularning birinchisi bu YouTube kanalidagi ko'rsatuvlarni davom ettirmoqchiman. Bundan Alloh taolodan o'zimga kuch-quvvat tilayman. E'tiboringlar uchun rahmat. Muhtaram muxlislar, meni ko'rsatuvlarimga like bosib, obuna bo'lsanglar, mana shu ko'rsatuvlarimdagi ma'lumotlarni ko'proq odamlarga yoyilishiga sizlar yordam bergan bo'lasizlar. Salomat bo'linglar, e'tiborlar uchun rahmat.